Assalomu alaykum vatandoshlar. Reyslarimiz Toshkent Yekaterinburg, Toshkent Uralsk, Toshkent Chelyabinsk, Toshkent Petropavl, Toshkent Tyumen chiqadigan reyslarimizni amalga oshirib avtobuslarimiz qo'yilgan 51 o'rindiqli. Sharoit ichki sharoitlarda zaryadka qo'yadigan joylari bor, konditsionerlari bor, suv sovuq kullelarimiz bor. Jetski biletlarimiz bor, 50% chegirma, 5 yoshgacha chegirmalarimiz bor. Ayollar oldindan ketadi, erkak kishilar orqasidan ketadi. Kimga shunaqa ishonchli primo reyslar kerak bo'lsa, Abu Sahiy mana Abu Sahiy masjid oldida reyslarimiz amalga oshirilgan haftada 2 marta, seshanba va juma kuni Toshkent Chelyabinsk, Toshkent Yekaterinburg. Alloh adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, bir kun oldin telefon qilib pasport tekshiruvlari ham bor. Hali qarzdorlik bo'lsa, MIFdan, Rossiyadan depotlar bo'lsa, ularni ham tekshirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.